Assalomu alaykum. Diqqat bilan eshiting. Bugun biz siz bilan aynan 31-sanada tug'ilgan insonlar haqida gaplashamiz va siz diqqat bilan eshiting, podpiska tugmasini bosing va o'zingiz nechanchi sanada tug'ilgansiz albatta yozib qoldiring. Men siz haqingizda ham anchagina ma'lumotlar beraman. Agarda siz o'zingiz haqingizda to'la-to'kis ma'lumot olishni istasangiz, albatta Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin va men bilan shaxsan ishlashingiz mumkin. Har birimiz aynan mana shu vektorda harakat qilamiz. Endi qarang, bu yerda bizda shaxsimiz, bu yerda ruhiyatimiz, bu yerda bizda moddiyat va moliyamiz, ya'ni pullarimiz, bu yerda esa ajdodlarimiz. Har bittasi aniqlik bilan bor. Ya'ni bizda tug'ilgan sanamiz bizda shaxsan kim ekanligimizni ko'rsatadi. Qarang, 3 soni bor. 3 bu aynan ijodkor insonlar, nutq, g'oya, ilhom, ya'ni mana shunday insonlar bilan gaplashayotgan paytida o'ta go'zal, shirin suhbat egalari, g'oyalari nihoyatda ko'p va bir inson bilan gaplashayotganda unga motivatsiya bera oladi. Ya'ni u insonni ilhomlantirib yuboradi. Bu aynan liderlik, yangi yo'l va mustaqillik. Bu insonlar o'ta mustahkam bo'ladi va lider bo'lishadi. Lider insonlar kimlar? O'zlari o'sha ishni qilib, uni qilayotgan ishini ko'rib boshqa insonlar albatta bu insonlar orqasidan ketadi. Endi qarang, bu yerda 3 va plus 1 bu 4 ga teng. Ya'ni bu insonlar aynan mana bunday nima vazifa qiladi? Bu insonlar 31 bo'lib keldi. Bularda mana shunday sifat bor. Endi esa ular 4 ga aylanishi kerak. Ular dunyo uchun nima qilishlari kerak? Bu insonlar tez fikrlashadi, yangi ish boshlashdan qo'rqmaydilar, boshqalarni orqasidan ergashtira oladilar, oddiy ishdan zerikishadi, ozodlikni yaxshi ko'rishadi, adolat hissi kuchli, ichidan kuchli, lekin ba'zan sabri kam bo'ladi. Ular ko'pincha rahbar, tadbirkor, trener, o'qituvchi va bloger, tashkilotchi, psixolog, marketolog bo'lishlari mumkin. San'at yoki ijod sohasida ham juda katta natijalarga erishadi. Endi qarangki, bu insonlar albatta tizim yaratuvchi insonlar. Ular tartib